Assalomu alaykum hammaga, Fizika o'z kanali a'zolari. Sizlar bilan fizikadan o'zlashtirilgan nazariy darslarimizni davom ettiramiz. Bugun biz siz bilan demak aylana bo'ylab notekis harakat mavzusi haqida gaplashamiz. Aylanma notekis harakat aylanma harakat qilayotgan jismning tezligi vaqt o'tishi bilan o'zgarib turadigan harakat hisoblanadi. Demak, aylanma notekis harakat o'sha tezligi o'zgarib turadigan, tezlanishi o'zgarib turadigan harakat aylana bo'ylab notekis harakat hisoblanadi. Undan oldingi darsda aylana bo'ylab tekis harakat mavzusini ko'rib chiqqan edik. Demak, asosiy formulalar, asosiy bog'lanishlar ixtiyoriy yoy uzunligini topish uchun S teng R ko'paygan phi, ya'ni o'sha burilish burchagini radiusga ko'paytirsak, yoy uzunligi kelib chiqadi. Chiziqli tezlik V omega ko'paygan R bo'ladi. Chiziqli tezligimiz. Keyin burchak tezlik omega teng 2 pi nu. Endi chastota deyilmaydi, siklik chastota deyiladi. Jumlalarda xatolik bor, demak siklik chastota hisoblanadi yoki burchakli ko'chish ham deyiladi. O'sha odatda bizlar masallarda 2 pi nu ko'rinishda yozamiz siklik chastotani, yoki 2 pi taqsim t davr ko'rinishda yozamiz. Endi bu yerda hozir o'sha chastotani new harfi bilan emas, n harfi bilan belgilanyapti. New n ga teng, ayrim adabiyotlarda n harfi bilan belgilanadi, kichkina n. Demak, n ni topsak omega taqsim 2 pi bo'ladi. Demak, mana chastota hisoblanadi. Bu oddiygina chastota, ya'ni o'sha aylanishlar soni birligi 1 taqsim sekund yoki gerts. Siklik chastota bo'ladigan bo'lsa, o'sha chastotani 2 piga ko'paytirilgani siklik chastota hisoblanadi, yoki o'sha burchak tezlik hisoblanadi 2 piga ko'paytirganimiz. Endi bu yerda aylana harakat qilayotgan jismning tezlik yo'nalishlari ko'rsatilgan. Analogiya qilamiz. Tekis o'zgaruvchan harakatda o'rtacha tezlikni topish uchun v o'rtacha tezlik dastlabki tezlikka keyingi tezlikni qo'shib 2 ga bo'lish orqali o'rtacha tezlikni topgandik. Bu yerda ham aylana bo'ylab harakatda, demak, o'sha boshlang'ich tezlik burchak tezlikka keyingi burchak tezlikni qo'shib 2 ga bo'lsak, o'rtacha tezligi kelib chiqadi, ya'ni o'rtacha burchak tezlik kelib chiqadi. O'rtacha mana burchak tezlik birligi radian taqsim sekund bo'ladi. O'sha burchak tezlikning birligi hisoblanadi. O'sha demak radian taqsim sekundda keladi birligi. Mana bu yerga yozib qo'yaylik. Demak, birligi radian taqsim sekund burchak tezlikniki. Keyingi holatda endi tezlanish formulasi a teng delta v taqsim t bo'ladigan bo'lsa, o'sha delta v taqsim t'imiz v minus v0 taqsim t bo'ladi. Endi bu yerda o'sha burchak tezlanishi epsilon harfi bilan belgilanyapti. Bu xuddiki epsilon teng delta omega taqsim t degan formulaga o'xshash bo'ladi. Omegani birligi radian taqsim sekund, radian taqsim sekundni yana sekundga bo'lsak, radian taqsim sekund kvadrat bo'ladi va burchak tezlanishi hisoblanadi. Demak, eslab qolamiz. Epsilon o'qilishi epsilon deb o'qiladi. Omega burchak tezlik, omega 0 dastlabki burchak tezlik bo'lsa, omega keyingi burchak tezligi hisoblanadi. T vaqtdan keyin mana bu o'zi odatda omega 0 bo'lib keladi, bunisi omega bo'lib keladi. Omega minus omega 0 taqsim t bo'ladi yoki delta omega taqsim t. Demak, delta omega burchak tezlikning o'zgarishi. Mana bu yerga yozib qo'yamiz. Delta omega degani omega minusdan omega 0 bo'ladi. Endi bu yerda formulada omega 2 minus omega 1 deb yozgan, chunki mana bu nuqtalarga nisbatan yozgan o'sha formulada. Endi mana bu tezlanish bo'lsa, tezlanishda birligi metr taqsim sekund kvadrat edi. Tezlikniki esa metr taqsim sekund. Xuddiki endi bunda burchak tezlikniki mana radian taqsim sekund bo'lsa, burchak tezlanishni birligi radian taqsim sekund kvadrat bo'lyapti. Endi tekis o'zgaruvchan harakatda oniy tezlik formulasi bor edi. O'sha tekis tezlanuvchan yoki tekis sekinlanuvchan harakat qilayotganiga bog'liq bo'ladi formulada. Demak, men bu yerda yozaman v teng v0 plus minus
at bo'ladi. Plyus bo'lsa tezlanuvchan, minus bo'lsa sekinlanuvchan. Xuddi shu formula bu yerda ham o'rinli bo'ladi. Omega teng bo'ladi. Omega 0 plyus minus epsilon ko'paygan t. Omega, yana eslatib o'taman, keyingi burchak tezlik. Omega 0 dastlabki burchak tezlik. Epsilon tezlanish, burchak tezlanish, t vaqt. Demak, omega keyingi burchak tezlik, omega 0 dastlabki burchak tezlik, epsilon burchak tezlanish, t vaqt. Demak, omegani birligi radian taqsim sekund, buniki ham radian taqsim sekund bo'ladi. Tezlanishniki radian taqsim sekund kvadrat birligi, vaqti birligi esa sekund bo'ladi. Endi o'sha bizlar o'tgan yo'l formulalarimiz o'zgaruvchan harakatda yo'lni birinchi formulasi v o'rtacha ko'paytirilgan t edi. 7-chi darsda o'tganmiz. V o'rtacha ko'paygan t bo'ladi. Endi yo'lni o'rniga bu yerda fi kelyapti. Fi teng omega o'rtacha ko'paygan t bo'lyapti. V o'rtachani o'rniga biz mana buni olib kelib qo'yib yo'lni ikkinchi formulasini hosil qilgandik. S teng v0 plyus v taqsim 2 ko'paygan t bo'lganda, endi xuddi shu formula fi teng omega 0 plyus omega taqsim 2 ko'paygan t bo'lyapti. Hamda o'sha v ni o'rniga v teng v0 plyus at ni o'rniga mana bu yerga mana shu v ni o'rniga qo'yib bizlar yo'lni 3-chi formulasini hosil qilgandik. S teng v0 t plyus minus at kvadrat taqsim 2 degan formula. Endi bu yerda fi teng omega 0 t plyus bo'lsa tezlanuvchan bo'ladi. Mana bu yerga minus ham qo'yib qo'yamiz. Sekinlanuvchanda epsilon ko'paygan t kvadrat taqsim 2. Burilish burchagini topish formulalari. O'sha burilish burchagini birligi radian bo'ladi. Eslatib qo'yamiz. Mana burilish burchagi hammasi radda keladi. Birligi radian. Demak, fi burilish burchagi. Keyin bizda yo'lni 4-chi formulasi bor edi. V kvadrat minusdan v0 ning kvadrati taqsim plyus minus 2a degan formula bor edi o'zgaruvchan harakatda. Endi o'shani o'rniga kelyapti. Fi teng omega kvadrat minusdan omega 0 ning kvadrati plyus minus 2 epsilon 0. Demak, fi burilish burchagi. Endi formulalarga e'tibor qilgan bo'lsak, mana bu yerda endi analogiya qilyapti. Mana tekis o'zgaruvchan harakatda yo'lni s bilan belgilagan bo'lsak, ko'chish s ni bildirgan bo'lsa, aylana bo'ylab harakatda ko'chish burilish burchagini bildiradi. Tekis o'zgaruvchan harakatda tezlik v bo'ladigan bo'lsa, aylana bo'ylab harakatda burchak tezlik omega bo'ladi va ularning bir-biri bilan bog'liqligi v teng omega r bo'ladi. Tekis o'zgaruvchan harakatda tezlanish a ga teng bo'lsa, aylana bo'ylab harakatda tezlanish burchak tezlanishi epsilon bo'ladi. Tezlanish degani o'sha tezlanishning qoidasidan eslab olamiz. A degani delta v taqsim t. Ya'ni vaqt birligida tezlikning o'zgarishiga tezlanish deyiladi. Birligi metr taqsim sekund kvadrat. Demak, bu tangensial tezlanish hisoblanadi. Tezlikning son qiymati o'zgarishdan vujudga keladigan tezlanish hisoblanadi. Endi mana bu burchak tezlanishi esa aylana bo'ylab harakatda o'sha burchak tezlikning vaqt o'tishi bilan ortishi yoki kamayishi aylana bo'ylab harakatda o'sha aylana bo'ylab notekis harakatda burchak tezlanishni vujudga keltiradi. Natijada birligi radian taqsim sekund kvadrat bo'ladi. Endi aylana tekis o'zgaruvchan harakatda v o'rtacha bo'lsa, aylana bo'ylab harakatda omega o'rtacha bo'ladi. Formulalar bir-biriga o'xshash bo'ladi, faqat e'tiborliroq bo'lib formulalarni o'rganishimiz kerak. Xo'sh, keyingi qismga e'tibor qaratamiz. Demak, keyingi qismda aylana bo'ylab harakat asosiy tushunchalarida tangensial tezlanish bilan burchak tezlanish orasidagi bog'lanishni bog'laymiz. O'sha biz bilamiz, chiziqli tezlik v burchak tezlikka bog'liqligi omega r bo'ladi. Yoy uzunligi s, fi ko'paygan r bo'ladi. Endi bizlar mana bu formulani hosil qilishimiz kerak. A tangensial teng epsilon ko'paygan r. Demak, bu yerda A tangensial degani tangensial tezlanish hisoblanadi. O'sha tangensial tezlanish degani tezlanish degani vaqt birlikda tezlikning o'zgarishi edi.
Endi o'sha tangensial tezlanishni mana formulasi o'zi A tangensial asosiy formulasi A tangensial teng delta V taqsim T degan formula edi. Ya'ni tezlikning son qiymati o'zgarish hisobidan hosil bo'ladi. Tezlanish bo'lgandan keyin birligi metr taqsim sekund kvadrat bo'ladi. Endi delta V ni o'rniga V minus V0 kelyapti. Taqsim T. V ni o'rniga omega R. V0 ni o'rniga omega 0 R taqsim T. Endi R ni qosdan tashqariga chiqarsak, omega minus omega 0 taqsim T. Bu ya'ni bizda quyidagi formula bo'lyapti. Aylana bo'ylab harakatda burchak tezlikning o'zgarishi delta omega taqsim T bo'lyapti. Demak, delta omega taqsim T birligi radian taqsim sekund kvadrat. Chunki omeganiki omegani o'zini birligi radian taqsim sekund. Yana sekundga bo'lsak radian taqsim sekund kvadrat bo'ladi. Mana bu narsa burchak tezlanishi hisoblanadi. Ya'ni aylana bo'ylab notekis harakatda burchak tezlanishi epsilon hisoblanadi. Mana bu yerda yozyapti mana. Burchak tezlanish hamda tangensial tezlanish. Tangensial tezlanish bu A, bu esa epsilon esa o'qilishi epsilon deb o'qiladi. Epsilon deb o'qiladi. Ya'ni burchak tezlanish hisoblanadi. O'rniga qo'yadigan bo'lsak, epsilon ko'paygan r bo'lib qoladi. Ya'ni bizda mana bu formula hosil bo'ladi. A tangensial teng epsilon ko'paygan r. Ya'ni A tangensial A bo'lsa, tangensial tezlanishimiz, burchak tezlanishimiz epsilon bo'ladi. Orasidagi bog'lanish A tangensial teng epsilon ko'paygan r ko'rinishidagi formula hosil bo'ladi. Endi burchak tezlik va burchak tezlanish yo'nalishi. Aylana bo'ylab tekis tezlanuvchan harakat bo'lsa, borgan sari tezlik ortishi kerak. Mana tezligi v2 v1 dan katta bo'ladi. Aylana bo'ylab harakat deb tasavvur qiladigan bo'lsak, o'sha vaqt o'tgan sari tezlikning ortishi, mana bu yerda tezligini masalan v1 deydigan bo'lsak, bu nuqtadagi tezligi qaniydir v2 bo'ladigan bo'lsa, demak aylana bo'ylab tekis tezlanuvchan harakat bo'ladi. Tekis tezlanuvchan harakatda o'sha burchak tezlik Parma qoidasi bilan aniqlanadi. Parma uchining harakati, demak Parma dastasining harakati tezlik yo'nalishini ko'rsatsa, Parma uchining harakati burchak tezlik hamda burchak tezlanishining yo'nalishini ko'rsatadi. Ikkalasi ham bir tarafga yo'nalgan bo'ladi. Aylana bo'ylab tekis tezlanuvchan harakatda. Endi agar sekinlanuvchan harakat bo'lsa, o'sha demak eslatib o'tyapman, mana burchak tezlik bilan burchak tezlanishi orasidagi burchak 0 gradus bo'ladi. Ikkalasi bir tarafga yo'naladi. Aylana bo'ylab notekis harakatda hamda tekis tezlanuvchan bo'ladigan bo'lsa, ikkalasi bir tarafga yo'naladi. Buni yo'nalishi Parma qoidasiga asosan aniqlanadi. Parma qoidasi degani o'sha drelda uchini o'sha drelni uchidagi qism tezlanishni yo'nalishini ko'rsatsa, dastasini harakati esa tezlik yo'nalishini ko'rsatadi. Xuddi shunday aylana bo'ylab sekinlanuvchan harakatda demak tezligi vaqt o'tishi bilan kamayishi kerak. Demak bu nuqtadagi tezligini masalan v1 desak, bu nuqtadagi tezligi qaniydir v2 bo'lsin. v2 vaqt o'tishi bilan tezligi kamayapti. Tezligi kamayadigan bo'lsa, demak burchak tezlanish bilan burchak tezlik ikkalasi qarama qarshi bo'lib qoladi. Demak orasidagi burchak 180 gradus bo'ladi. Bu ham Parma qoidasiga ko'ra aniqlanadi yo'nalishi. Demak o'sha sekinlanuvchan harakatda ikkalasi qarama qarshi bo'ladi. Orasidagi burchak 180 gradus bo'ladi. Tezlik yo'nalishi har doim aylana urinmasi bo'ylab bo'ladi. Mana tezlik deyapti, aylana urinmasi, ya'ni o'sha men strelkada ko'rsatganimdek yo'nalgan bo'ladi. Tezlik yo'nalishi aylanaga urinib o'tadi. Tezlanishning yo'nalishi esa drelning o'sha Parma uchining harakati bilan aniqlanadi. Mana yerda aytaman, agar tekis tezlanuvchan harakat bo'lsa, burchak tezlik va burchak tezlanish yo'nalishi o'zaro mos bo'ladi. Ikkalasi bir tarafga bo'ladi. Sekinlanuvchanda esa mana tekis sekinlanuvchan harakatda esa
burchak tezlik va burchak tezlanish yo'nalishi o'zaro qarama qarshi bo'ladi. Ikkalasi qarama qarshi bo'lib qoladi, ya'ni 180 gradus bo'lib qoladi. Endi burchak tezlik aylanma notekis harakat qilayotgan jismning burchak tezligi burilish burchagidan olingan birinchi tartibli hosilaga teng bo'ladi. Endi bu hosila mavzusini biladiganlar uchun qo'shimcha ma'lumot hisoblanadi. O'sha aylana bo'ylab notekis harakatda burchak tezlik burilish burchagidan hosil oladigan bo'lsak, burchak tezlikni beradi. Bu xuddiki s teng v ko'paytirilgan t bo'lsa, o'sha yo'ldan olingan hosila tezlikni beradi degan qoida bo'yicha, ya'ni v ni formulasi mana yo'ldan hosila olsak, v ni bersa, v degani o'zi s taqsim t degani. O'sha s taqsim t ni mana bunday yozish mumkin. S mana bu yerda nuqta shtrixini yozish mumkin. Bu degani yo'ldan olingan hosila degani. O'sha yo'ldan olingan hosila birinchi tartibli hosila tezlikka teng bo'lib qoladi. Xuddi shunday burilish burchagining formulasi v teng omega t bo'lgani uchun shu yerdan omegani topsak, burchak tezlikni topsak, v taqsim t bo'ladi. Bu degani o'sha burilish burchagidan olingan birinchi tartibli hosila degani. Ya'ni hosil olsang burchak tezlik hosil bo'ladi. Buni masalalarda yana to'xtalib o'tamiz. Keyingi qismga e'tibor qaratamiz. Aylanma harakat qilayotgan jismning aylanishlar sonini topish. Endi o'sha bizda yana bitta narsa bor edi. Tezlikdan olingan hosila tezlanishga teng deyiladi. Tezlanishning birligi metr taqsim sekund kvadrat bo'lsa, endi agar burchak tezligidan hosila oladigan bo'lsak, aylana bo'ylab harakatda burchak tezlanishini beradi, ya'ni epsilonni beradi. Epsilonga teng bo'lib qoladi. Epsilon birligi radian taqsim sekund kvadrat. Bu burchak tezlanish hisoblanadi. Ana burchak tezlanish deyapti. Burchak tezlanish degani epsilon degani. Burchak tezlik degani omega dan olingan birinchi tartibli hosilaga yoki burilish burchagi fi dan olingan ikkinchi tartibli hosilaga teng. Ya'ni mana burilish burchagidan 2 marta hosila olsak, burchak tezlanishini beradi, yoki burchak tezlikdan 1 marta hosil olsak, burchak tezlanishni beradi. Bu degani xuddiki nimaga o'xshaydi? Agar v dan hosila olsak, a ni beradi. Agar yo'ldan 2 marta hosil olsak ham a ni beradi degan ma'noda kelyapti. Xo'sh, endi 1 marta aylanganda burilish burchagi 2pi bo'lsa, shundan n marta aylansa 2pn bo'ladi burilish burchagi. Endi aylana bo'ylab harakatda yo'lni formulasi omega, o'sha aylana bo'ylab notekis harakatda burilish burchagi fi ni formulasi omega kvadrat minusdan omega 0 ning kvadrati taqsim 2ta epsilon edi. Demak, burchak tezlikni aylanish chastotasi, ya'ni siklik chastota orqali ifodalaymiz. 2pi nu hamda omega 0 uchun 2pi nu 0 bo'ladi. Ikkalasini tepadagi formulaga olib borib qo'yadigan bo'lsak, bizda mana bu formula hosil bo'ladi. Fi teng 2pi kvadrat nu kvadrat minusdan nu 0 ning kvadrati taqsim epsilon degan formula hosil bo'ladi. O'sha fi ni o'rniga, demak, mana shu fi ni o'rniga yoki olib borib qo'ysak, mana bu formulani, demak, n teng fi taqsim 2pi bo'ladi. Va mana shu tenglikni 2pi ga bo'lib soddalashtiradigan bo'lsak, bizda o'sha necha marta aylangan topish formulasi kelib chiqadi. N teng pi ko'paygan nu kvadrat minusdan nu 0 ning kvadrati taqsim epsilon bo'ladi. Yoki boshqacha formula orqali fi teng omega 0 plyusdan omega taqsim 2 ko'paygan t formuladan foydalanib ham o'sha necha marta aylangan topish formulasini keltirib chiqarishimiz mumkin. Bu aylana bo'ylab notekis harakatda aylanishlar sonini topish hisoblanadi. Katta N necha marta aylangani. Soni bo'lsa n bo'ladi, vaqt birligidagi aylanishlar soni bo'lsa chastota bo'ladi. Demak, mana bu yerda eslatyapti, burchak tezlanish birligi radian taqsim sekund kvadrat, omega burchak tezlik birligi radian taqsim sekund, fi burilish burchagi radian, nu aylanish chastotasi birligi gerts, t vaqt sekund.
O'sha aylanish chastotasi degani vaqt birligidagi aylanishlar soni. Aylanishlar soni o'zi n bo'lsa, vaqt birligidagisi aylanish chastotasi bo'ladi. Endi keyingi qismga e'tibor qaratamiz. Navbatdagi qismda o'sha aylanma notekis harakatda tezlanish haqida gaplashamiz. Aylana bo'ylab notekis harakatda ikki xil tezlanish bo'ladi. Birinchisi tangensial tezlanish. Tangensial tezlanishni boshqacha nomi urinma tezlanish ham deyiladi. U aylanish nuqtasiga o'tkazilgan urinmada yotadi, ya'ni tangensial tezlanish aylana bo'ylab harakatda yoki o'zi umuman tangensial tezlanish tezlikning son qiymati o'zgarish hisobidan vujudga keladi. Delta v taqsim t bo'ladi formulasi, birligi metr taqsim sekund kvadrat. Demak, u aylanaga o'tkazilgan urinma, mana aylanaga urinib o'tadi. Demak, mana a tangensial. Ikkinchisi, bundan tashqari aylanma harakatda normal tezlanish yoki markazga intilma tezlanish bor. O'sha normal tezlanish tezlikning yo'nalishi o'zgarish hisobidan vujudga keladi. Chunki mana bu nuqtadan nuqtaga o'tganda aylana bo'ylab harakatda tezlik yo'nalishi o'zgaradi. Mana bu nuqtada qandaydir v ni yo'nalishi shu bo'lsa, keyingi nuqtada tezlikning yo'nalishi mana bunday bo'lishi mumkin. Bu v bo'ladi. O'sha tezlik yo'nalishida tekis tezlanuvchan harakat bo'ladigan bo'lsa, tangensial tezlanish ham tezlik yo'nalishida bo'ladi. Agar seklanuvchan harakat bo'lsa, o'sha tezlanish seklanuvchan harakatda tangensial tezlanish tezlikka qarama-qarshi yo'nalib qoladi. Bunga yana отдельно to'xtalamiz. Demak, e'tibor qaratayotgan bo'lsak, aylanaga tezlikning yo'nalishi aylanaga o'tkazilgan urinmada aniqlanyapti. Demak, har bir nuqtaga urinma o'tkazadigan bo'lsak, o'sha nuqtada tezlikning yo'nalishi ko'rsatiladi. Demak, o'sha tezlik yo'nalishining o'zgarishi esa markazga tomon tezlanish, ya'ni markazga intilma tezlanish a normalni hosil qiladi. Demak, markazga tomon a normal tezlanish bor, hamda unga perpendikulyar ravishda a tangensial tezlanish bor. U holatda mana bu bizda natijaviy bo'lib qoladi, ya'ni a to'la tezlanish hisoblanadi. Demak, ularning vektor yig'indisi bo'ladi yoki modul qiymatini hisoblaydigan bo'lsak, to'la tezlanish kvadratlar yig'indisi, ya'ni Pifagor formulasi orqali aniqlanadi. Endi bog'laydigan bo'lsak, mana bu bizda a normalga teng bo'ladi. Demak, a normal tezlanish qarshisida katet bo'lib turgani uchun sinus alfa bo'ladi. A ko'paygan sinus alfa. Tangensial tezlanish burchakka yopishib turgani uchun a tangensial, a ko'paygan kosinus alfa bo'ladi. Shu yerdan tangens alfani topsak, qarshisida katetning yopishgan katetga nisbati, ya'ni a normal taqsim a tangensial bo'lib qoladi. Bu aylana bo'ylab harakatda tezlanishlar hisoblanadi. Ya'ni notekis harakatda. Keyingi qismga e'tibor qaratamiz. Keyingi qismda demak, o'sha tezlikning yo'nalishiga bevosita bog'liq ravishda o'rganamiz. Demak, aylanma tekis tezlanuvchan harakat. Aylanma tekis tezlanuvchan harakatda tangensial tezlanish, ya'ni tangensial tezlanish chiziqli tezlik yo'nalishi bilan mos tushadi. Demak, chiziqli tezlik yo'nalishida bo'ladi deyapti. Demak, tangensial tezlanishning yo'nalishi, demak, mana bu yashil chiziq bo'ylab yo'nalgan bo'ladi, v bilan bir xil yo'nalishda bo'ladi. To'la tezlanish tangensial va normal tezlanishlar yig'indisiga teng bo'ladi. O'tkir burchak ostida chiqadi. Demak, mana bu to'la tezlanishni aytyapti. Qanday topamiz esa o'sha Pifagor formulasi orqali topamiz. To'la tezlanishni tangensial tezlanish formulasi mana delta v taqsim t. Buni bevosita boya burchak tezlanishga bog'liqligini birinchi slaydda ko'rib chiqdik. Epsilon ko'paygan r-ligini qanday kelib chiqqanligini buni birinchi slaydda ko'rib chiqdik. Markazga intilma tezlanish bu v kvadrat taqsim r formulasi yoki omega kvadrat r bo'ladi. Bu normal tezlanish yoki markazga intilma tezlanish bo'ladi. Uni yo'nalishi har doim markazga tomon yo'nalgan bo'ladi. Aylana bo'ylab seklanuvchan harakatda, ya'ni tekis seklanuvchan harakatda tezlik bilan tezlanish qarama-qarshi bo'ladi. Mana tezlik bilan tezlanish, tangensial tezlanish qarama-qarshi. Markazga intilma tezlanish yana markazga tomon bo'ladi. To'lasi yana Pifagor orqali aniqlanadi. Demak, tangensial tezlanish birligi metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bo'lgani uchun tezlikning son qiymat o'zgarish hisobidan hosil bo'ladi. Markazga intilma tezlanish birligi metr taqsim sekund kvadrat tezlikning yo'nalishi o'zgarish hisobidan hosil bo'ladi. To'la tezlanish Pifagor orqali aniqlanyapti. 90 burchak tezlanish birligi radian taqsim sekund kvadrat bo'ladi. Burchak tezlik birligi radian taqsim sekund bo'ladi burchak tezlikniki.
Radiusdagi metr bo'ladi birligi. Chiziqli tezlik birligi metr taqsim sekund bo'ladi. Boshlang'ich tezlik bu ham metr taqsim sekund bo'ladi. Vaqt birligi sekund bo'ladi. Xo'sh, keyingi qismda demak, bugun bizda bori shu. Biz siz bilan birgalikda aylana bo'ylab notekis harakat mavzusini nazariy qismini ko'rib chiqdik. Demak, bu mavzularni mukammal o'rganish uchun daftarga konspekt qilib har bir mavzuni kerakli formulalarni, qoidalarni yozib borish talab etiladi. Bizning misollardan o'sha veb-saytimizdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, bizga Telegram orqali murojaat qilasiz. Biz to'liq ma'lumot beramiz veb-saytimiz haqida. Hammaga rahmat. Bizni kuzatib borishda davom eting.